To'g'risini aytsam, oilamizga anchadan beri dars ketgan. Xo'jayinim menga beparvo bo'lib qolganlar. Uyga juda ham kech keladilar. Oxirgi payt почти ertalabga yaqin keladigan odat chiqarib oldilar. Men bormanmi, yo'qmanmi, umuman ishlari yo'q. Kesalar ham yotib olib Instagramda Shahlo Ahmedovani kliplarini ko'rib o'tiradilar. Yana kamiga menga Tula xola deb laqabam qo'yib olibdilar. Doim oshxonadan chiqmasdan ovqat hidi bo'lib yurarmishman deb yozib qoldi bir obunachim va men ularga 3 ta eng zo'r foydali bo'ladigan maslahatimni berdim. Birinchisi, xo'jayiningiz ishdan kelgunlaricha ularni eng yaxshi ko'rgan ovqatlarini tayyorlab qo'ying. Ikkinchisi, yuvinib taranib o'zingizga qarab makiyaj qilib oling. Uchinchisi, eng muhimi, Piyola marketdan xarid qilingan xuddi shunaqa feromon atris bo'lishi shart. Chunki bu atir hidi Zaynabga berilgan zahardan ham o'tkir darajada kuchli, odam o'ziga rom etadi. Buni sepib iris yonidan bitta o'tsangiz, o'zi bilmagan holatda Shahlo Ahmedovadan atpiska bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Agar siz feromon atirni xarid qilsangiz, yoniga $100 Louis Vuittonning original ekstra parfyum atirlaridan 5 tasi qo'shib beriladi. Deb bahona qilmang. Bu atirlarni bo'lib to'lashga ham berishadi. Ishoning, bitta ishlatib ko'rsangiz, keyingilarni xo'jayiningiz o'zi shaqillatib pul sanab olib beradilar. Atirlarning hidiga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Hoziroq Piyola market profiliga o'tsanglar, eng original atirlarning dunyosiga tushasizlar.